Demak, borliqni bitta rasm bilan ifodalasak, u shunday ko'rinadi. Mana bu yerda esa sizning maktabingiz joylashgan. Ushbu tuzilmalarning eng kattasi Gerkules buyuk devori, Shimoliy korona deb ataladi. Bu galaktikalar, superklasterlar, yulduzlar, sayyoralar va bizga noma'lum hayot shakllaridan iborat bo'lgan ulkan dengiz misoli. Ekraningizda galaktik to'rlar bilan o'ralgan 10 milliard yorug'lik yillari bor. Endi 21-asrning asosiy topishmog'iga yetib keldik. Bu tolalar o'zaro qanday bog'langan? Gravitatsiya. Yo'q. Gap shundaki, super to'planmalarda topilgan moddalar gravitatsiya orqali milliardlab galaktikalardan bunday murakkab tizimni yaratish uchun yetarli emas. Bu paradoks 2015-yilda astrofiziklarni rostmana ikkilantirib qo'ydi. Bu davrlarda ular galaktikadagi yulduzlar uning o'rtasida turli masofada qanday tezlikda aylanishini o'lchab yurishgandi. Oddiygina masala, massa va radiusni bilsang, tezlikni ham tezgina hisoblash mumkin. Biroq ularning ko'rganlari matematikaga to'g'ri kelmasdi. Bu muammoni faqat ikkita yechimi bo'lishi mumkin. Yoki Nyuton va Eynshteyn qonunlari hamma joyda bir xil ishlamaydi va bizga yangi fizika kerak. Yoki galaktika chetlarida biz ko'ra olmaydigan qandaydir modda bor. Hoynahoy u juda ko'p bo'lsa kerak. Uni qora materiya deb nomlashgan.